Assalomu alaykum aziz muxlis. O'zbek shou biznesidagi mashhur aka-ukalar. Botir Zokirovning ukasi Farruh Zokirov, Botir va Farruh Zokirov mashhur aka-uka san'atkorlar bo'lib, san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Otasi opera xonandasi Karim Zokirov, onasi musiqachisi Shohista Saidova edi. Iskandar Hamraqulovning ukasi Samandar Hamraqulov. Iskandar va Samandar Hamraqulovlarning mashhur aka-uka san'atkorlardir. San'atkorlar oilasida tug'ilgan. Otasi Rustamali Hamraqulov O'zbekiston xalq artisti edi. Obid Yunusovning ukasi Hasan Yunusov. Obid Yunusov va Hasan Rajabiy aka-uka bo'lib, ular Rajabiylar sulolasining mashhur vakillaridir. Ularning otasi Yunus Rajabiy taniqli musiqachi va bastakor edi. Alisher Fayzning ukasi Xurshid Turdiyev. Alisher Fayz va Xurshid Turdiyev aka-uka san'atkorlar bo'lib, Namangan viloyatida tavallud topgan. Rashk qilasanmi? Baxtlimisan ayt, Asal onam kabi qo'shiqlari muxlislar qalbidan joy egallab kelgan. Xayrulla Saydiyev, Yodgor Saydiyevning akasi. Xayrulla va Yodgor Saydiyevlar taniqli aka-ukalar aktyorlar bo'lib, mashhur aktyor Habib Saydiyevning farzandlaridir. O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Saydiyev teatr va kino aktyorlari, dublyaj ustalaridir. Anvar Sobirov va Og'abek Sobirovning ukasidir. Anvar va Og'abek Sobirovlar xorazmlik mashhur aka-ukalar xonandalardir. Og'abek Sobirov bastakor va estrada xonandasi bo'lib, O'zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo'lgan. Muhriddin Xoliqovning ukasi Husniddin Xoliqov. Namanganlik aka-ukalar Muhriddin va Husniddin Xoliqovlar san'atkor oilasida ulg'aygan. Otasi hofiz, onasi shoira bo'lgan. Oybek Xolmedovning ukasi Ulug'bek Xolmedov. Oybek va Ulug'bek Xolmedovlar taniqli aka-ukalar san'atkorlar bo'lib, ijobiy muhitda ulg'aygan. Otasi Mirzabek Xolmedov so'z ustasi va qiziqchidir. Sobit Asomovning ukasi Obid Asomov. Sobit va Obid Asomovlar o'zbek san'atining taniqli marhum aka-ukalari qiziqchilaridir. Sobit Asomov aktyor sifatida sahnalarda faol bo'lib, 1996-yilda sahnada yurak xurujidan vafot etgan. Botir Muhammadxo'jayevning ukasi O'tkir Muhammadxo'jayev. Botir va O'tkir Muhammadxo'jayevlar ham o'zbek san'atidagi mashhur aka-ukalardan. Botir Muhammadxo'jayev aktyor sifatida tanilgan. Shohruxxon Yo'ldoshevning ukasi Muhammadali Navrozov. Shohruxxon va Muhammadali Navrozovlar o'zbek shou biznesida taniqli aka-ukalar bo'lib, xonandalik va aktyorlik sohasida faoliyat yuritadi. Zuhriddin Rajametovning ukasi Husan Rajametov. Zuhriddin va Husan Rajametovlar tug'ilgan. Rajametov oilasida tavallud topgan. Ikasi ham O'zbekiston davlat satira teatrining aktyorlaridir. Hasan va Husan Maqsudovlar. Hasan va Husan Maqsudovlar mashhur aka-ukalar bo'lib, aktyorlik faoliyati bilan tanilgan. Ular bir nechta loyihalarda bir-birining o'rnini rol o'ynagan. Tomoshabinlar ko'pincha ularni bir inson deb o'ylaydi. Umid Iskandarovning ukasi Muhammadali Iskandarov. Umid va Muhammadali Iskandarovlar o'zbek kinosidagi taniqli aka-ukalar. Umid aktyor va rejissyor bo'lib, Lafz, Hamroh, Oqibat kabi filmlarda rol ijro etgan. Muhammadali esa rejissyor, aktyor va prodyuser sifatida Men terrorchi emasman filmi bilan tanilgan. Elyor Mahkamov Diyor Mahkamovning ukasidir. Diyor va Elyor Mahkamovlarning aka-ukaligini ham ko'pchilik bilmaydi. Diyor estrada xonandasi, aktyor va prodyuser bo'lib, muhabbat mavzusidagi qo'shiqlari, undan tashqari Muhabbat sinovlari, Majnun va Virus kabi filmlarda rollari bilan tanilib kelgan.